Hozirgi paytda savdo sotiq ishlari juda ham qiyin bo'lib qoldi. Mana shuni o'ylagan holda sotuvchilardan kichkinagina bitta intervyu olib ko'ramiz. Rustam, yaxshimisan aka? Mana bozorda necha yildan beri savdo qilasan? 19 yildan. 19 yildan. Kuniga 10-15 tadan kamida olding keladi. Qanaqa muomala qilasan shularga? Orasida to'g'ri muomala qiladigani bor, noto'g'ri muomala qiladigani bor, masalan. Hop, to'g'ri muomala qilgan to'g'ri muomala qilaman, aka. Xo'p. Noto'g'ri muomala qiladiganga sal jo'skiroq gapirib, chiroyli muomala qilib ketkazib yuboraman. Jo'skiroq klientlar bo'lsa, aka. Yaxshi gapirib, iloji bo'lsa pulni olish kerak. Qara intervyuda, mana qara. Bir kunda nechta odam bilan muomala qilasan? Bordir 50 ta 60 ta. Derski muomala qiladiganga qanaqa muomala qilasan? Ketdingda boraman, nima qilaman? Assalomu alaykum. Bahodir, tuzimsan? Ishlar yaxshi. Savol bor-da. Bo'ldi, aka. Qara, savdo sotiq necha yildan beri savdo sotiq qilsan? 15 yilda bo'lib qoldi. 15 yil. Oldingi kuniga bo'lmadiganda 10 ta 20 ta odam kamida keladi. Shunaqa. O'shalar bilan muomala qilasan. Ha. To'g'ri muomala qiladigan bor, noto'g'ri muomala qiladigan bor. O'sha klientni mana shu do'konda olib qolish uchun nima taktikka qo'llaysan? Aka, eng zo'ri yaxshi muomala. Bir xil klientlar bor, narxiga ham qaramaydi. Muomala zo'r bo'lsa bo'ldi. Eski muomala qilsa, muomalasiga qarab muomala qilishga harakat qilamiz. Ha. Ishlar yaxshi. Aka, bitta intervyuda do'konga oldingizga kuniga nechta odam keladi taxminan? 50 ta, 60 ta odam keladi. Narx bilan olib qo'ysa bo'ladimi, muomala bilanmi? Ikkalasidan olib qo'ysa bo'ladi, odamga qarab. Qo'polroq gaplashsa-chi? Qo'polroq gaplashsam. Bo'ladi-yu. Aytib qo'yamiz, video bo'ladigan bo'lsa, qo'polroq gaplashsa biz savdo qilmay qo'ya qolamiz. Vobshe farqi yo'q. Qara, sizga xalq bo'ladi. Qanchadan beri savdo qilasan? Buni adasini anchadan yildan beri taniyman. Necha yilga qaragan. Men 6 yildan beri savdo qilaman, aka. Kuniga nechta odam bilan muomala qilasan? Bilmayman, 500 ta, 200 ta, 300 ta bo'lsa kerak. Chiqib ketish kerak emas, qolish kerak. Nima qilsa bo'ladi? Aytmaslik uchun aldamasdan savdo qilish kerak bo'ldi. Derski muomala qilsa-chi? Derski muomala qilsa, endi muomalasiga yarasha yo'q. Ha, bankalar ishlarni ko'radi, to'g'rimi? Yo'q, bankalar aloqasi yo'q. Bizda yana bir narsaga amin bo'ldik. Okey, gaplashib bo'lmaydigan klient bo'lmaydi. Gaplasha olmaydigan tadbirkor bo'ladi. Leboy odamni kaliti bo'ladi. Uni ochish kerak bo'ladi. San ham, siz ham bitta tildan chiqadi. Imkon qadar muomalani chotki qilaveraylik.